Ayollarimizda o'zi intim zona qorayishi bu birinchi o'rinda insulin miqdori oshib ketganda, ikkinchi o'rinda gormonal narushение, ya'ni homiladorlik paytida qorayib ketadi, tug'gandan keyin qorayib ketadi va uchinchisi ayollarimiz, qizlarimizga keladigan bo'lsak, depilyatsiya qilayotganda terini sekin-sekin kuyishi yordamida ajraladi va qoraygandek tuyulib qoladi. Bu narsadan uy sharoitida foydalanish, uy sharoitida хотя бы enzimli pudra qilishsa, ya'ni enzimli pudrani kosmetologический professionali ham bor. Uy sharoitida bu oddiy guruch bizada hammani uyida topiladi. Guruchni olishadi, bir kosa guruchni masalan bitta yuvib quritib qo'yishsa va bu qurigan guruchni kofemolkalardan maydalashadi-da, bankachaga solib qo'yadi. Bu ancha narsa bo'ladi va unga anchaga yetadi. Любой ayolga bir oylabga yetadi. O'sha guruchdan xohlash har kuni xohlasa kunora intim zonalarga ozgina qo'liga olib, suv bilan aralashtirib ko'piradi. U suv bilan aralashtirib o'sha zonalarini yuvib bo'lgandan keyin toza zonaga surtib olishsa, sekin-sekin уже 10 kun ishlatgandan keyin oqargani bilinadi.